Assalomu alaykum Master Perila obunachilari. Sizlar bilan Abdurauf, sizlar Master Perila 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, ukalar, mana bizga latok zakaz kelib tushgan endi. Mana bu yerda shpilkasi bor. Shpilkani ochamiz hozir. Hammasini ko'rsataman. Mana zazorlardan biron joydan rastvor chiqib ketmaydi. Hammasi plotna kelgan, baquvvat. Mana shu listdan odamlar, ba'zi bir insonlar pechka qilyapti. Pechkaga bo'ladi bu list. Juda baquvvat, og'ir jest. Ko'prikka bo'ladi, lesnisalarga bo'ladi. Biz buni latok qolipga ishlatdik. Bu zakaz qilgan endi bir inson. Mana shpilka ochiladi. Shpilka ochilgandan keyin bu ikkalasi ikki tomonga yotadi mana bunday. Mana bunday yotqizasiz buni. Mana bu olinadi, tepaga olinadi. Tepaga olasiz buni. Bu tarafini ham xuddi shunday tepaga olasiz. Mana latok qoladi. Latokni to'kayotgan vaqtda mana buni qo'yasiz birinchi. Mana bu tarafini ham xuddi shunday qo'yasiz. Mana buni ko'tarasiz. Mana bu tarafini ham ko'tarasiz. Shpilkani qo'yasiz. Xatman mana buni latok to'kishdan oldin smaska qilish kerak. Apalovkami bu ham xuddi shu apalovkadek gapda. Smaska qilasiz shu betonlar gladkiy yopish qolmasligi uchun. Shpilkani qo'yasiz, tamom. Undan keyin ichiga armirovanniy setkalarini tashlab, betonni to'kishdan oldin mana bu yerga 6lik simdanmi, 8likmi, 12likmi farqi yo'q. Simdan xatman sim qo'yish kerak mana bu yerga. Apalovkani buzgandan keyin nomda o'tkazasiz, simga shuni ko'tarib ketasiz, xohlagan joyingizga kerakli uchun. Xohlasangiz manipulyator ko'tarib ketadi, xohlasangiz odam xatman shu narsani qo'yish kerak simda. Sim bo'lmasa chiqarib olish qiyin bo'ladi, problema. Bu beton og'ir narsa bo'ladi. Mana shunday qolib kimgaki kerak bo'lsa, любой razmerda, uzunligini ham farqi yo'q, sinani qalinligini ham farqi yo'q. Necha desa, shu santimetrda to'g'rilab beramiz. Qism razmeriga keladigan bo'lsa, bizga zakazchiga aytdiki, 40 bo'lsin, ichi dedi. Ichi 40 bo'lsin, pasti 60 bo'lsin, stinalar 5 bo'lsin, taq qismi 7 santimetr bo'lsin. Mana shu ekranga rasm chiqadi hozir. Zakaz chertyojining rasmi. Shu chertyojga qarab tayyorlab berdik. Mana shunday latok qolibmi, nimaiki kerak bo'lsa, temirdan nimaiki kerak bo'lsa, umuman farqi yo'q. Shu rasmini olasiz yo internetda ko'rib qolganmisiz, chertyojini shunday rasmini tashlaysiz, tamom. Bir ukamiz farzandiga yaxshi niyatda kachila zakaz qilgan. Bir kamida bir 5-6 kishi shuni dizaynni menga tashladi YouTube'da. Ko'rgan ekan, mana kachila bo'ladi ustida, qimirlaydi bunday, o'ynaydi u bu tomonga. Bu kachilamiz ham tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Ertadan indin buni ham videosini montaj qilib chiqaramiz. Nima deb qolamiz? Hammalaringizga katta rahmat. Shu kanalni kuzatishda davom eting. Kanalga podpisatsiya, like bosib qo'ying. Mana 1000 taga yetishimizga ham oz qoldi. Sizlar bilan Abdurauf, sizlar Master Perila 04 kanaldasizlar. Nimaiki kerak bo'lsa zakaz qilishlaringiz mumkin. Hammaning ichiga bizni operator ko'rdingizmi? Bizni operatorga gap yo'q. Hammasi cho'tki, sochni, moshni syomkalarda qilyapti. Elda xizmatida Alixul do'stimiz, xalqning xizmatida Alixul do'stimiz. Biz ham xuddi shunday xalqning xizmatida nimaiki kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilasiz. Telefonga javob bera olmasak, SMS qilib qoldirasiz. 24 soat ichida xatman purra javob olasiz. Akalar kimga katta varata zakaz qilmoqchi bo'lsa, kimga hovlisida temir ishlatgan zakaz qilmoqchi bo'lsa, kimga hovlisida kachila zakaz qilmoqchi bo'lsa, kimga hovlisida qilib temir karoj zakaz qilmoqchi bo'lsa, qarochi temirdan bo'layotgan narsalarni imkoniyati boricha tayyorlab beradi. Xatman mana shu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.